Jinoyat ishlari bo'yicha Bekobod shahar sudida ayolni o'ldirib, jasadini o'z hovlisiga yashirganlikda ayblangan erkakka nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Muxbirimiz Mo'tabar Nurmuhammedova ushbu mudhish jinoyat tafsilotlari va sud jarayoni haqida so'z yuritadi. Bekobodda sodir bo'lgan voqea tajribali tergovchilarni ham larzaga soldi. 27 yoshli erkak ijtimoiy tarmoq orqali o'zi tanishgan ayol va uning voyaga yetmagan o'g'li bilan yashay boshladi. Ammo munosabatlar uzoqqa cho'zilmadi, o'lim bilan yakunlandi. Instagram ijtimoiy tarmog'iga kirgan vaqtimda qo'ygan video reelslarim, fotosuratlarimga like tugmasi bosilganini ko'rdim ko'p marotaba. Men ham like tugmasini bosdim. O'zaro gaplashib, suhbatlashib ketdik, SMS orqali yozishib, turmushidan ajragan ekan. Kunora gaplashib turadigan bo'ldik. 3-4 kunga deb kelganda, 3-kuni menga yoqdingiz, yashash sharoitingiz ham yaxshi ekan, xo'p, siz birga yashaymiz dedi. E'tirozingiz yo'qmi dedi. Men yo'q, e'tirozim yo'q dedim. Keyin oradan kunlar o'tdi, ichimlik aroq oldim. Stakan olib kelib so'ragan vaqtimda ikkita o'ziga ham qo'shib olib keldi, men ham ichaman dedi. Spirtli ichimlik ichgandan keyin dorini ham psixotrop doriligini aytdi, o'sha dorini ichib. Keyin o'zimcha o'yladim, kimga yo'liqib qoldim dedim. 2025 yilning 2-dekabrdan 3-dekabrga o'tar kechasi mast holatda uyga qaytgan erkak va ayol o'rtasida janjal kelib chiqadi. Keyin oradan 15 kunlar o'tgandan keyin mast holatdaligimni ko'rib, spirtli ichimlik olib kelmadingizmi, olib kelganingizni birga ichardik, dorim ham tugagan dedi. Keyin achchiq ustida gapira olmayotgan gaplarimni ichimdagilarni mast holatda gapirib, to'g'ri kelmaysan, spirtli ichimlik ham ichsang, dori ham iste'mol qilsang, men seni unaqa deb o'ylamagandim, o'zingni boshqacha tasvirlab berganing. Qo'pol qilib so'kib aytdim. Ertalab uyg'onganimda yo'q bo'lgan. Kiyim-kechaklaringni ham bolangni oldi, ket dedim. Tergov materiallariga ko'ra, janjal vaqtida erkak ayolning yuziga musht tushiradi. Zarba oqibatida ayol beton yerga boshi bilan yiqilib, hushidan ketgan. Uyga kirish lestnitsani oldida qo'lida pichoq bilan turgan ekan. Sen meni haydayapsan, hech qayerga ketmayman. Shu uydan o'ligim chiqsa chiqadi. Lekin ketmayman, sen bilan yashayman dedi. Ber pichog'imni deb yoniga borgan vaqtimda tashlanib qoldim. Chap berib qoldim deb o'zim ham bilmay qoldim. Chap berib urdim yuz qismiga. Shunday orqaga boshi bilan yiqildi betonga. Voqeadan keyin jinoyatni yashirish payiga tushadi. Jasadni uyning orqa qismiga ko'mib, ayolning qonga belangan kiyimlarini yoqib yuboradi. Undan keyin qo'rqib ketdimda sakrab turdim. Keyin lopatkan oldimda orqa hovliga o'tib qabr kovladim. Uyga qaytib kelib, yuvintirib, o'rab, kovlagan joyimga ko'mib qo'ydim. Keyin qon tekkan kiyimlarini ham telefondan sim kartalarini chiqarib yoqib yubordim orqa hovlida. Sudda aytilishicha, marhumaning jasadi 27-dekabr kuni huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan hovlidan qazib olingan. Sud hay'ati hukm qiladi. Hukm O'zbekiston Respublikasi nomidan. Jinoyat ishlari bo'yicha Bekobod shahar sudida ayolni o'ldirib, jasadini hovlisiga ko'mgan erkakka sud hukmi o'qildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi VJ bandlari, 113-moddasi 4-qismi hamda 169-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilsin va unga Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida uzilib kesilib o'tashlik uchun 15 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazo umumiy tartibli koloniyada o'tattirish belgilansin. Mo'tabar Nurmuhammedova, Farhod Basarov, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent viloyatidan.